Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Fizika o'z kanali a'zolari, sizlar bilan fizikadan ma'lumlashtirilgan nazariy darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bizni quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin: Instagram, YouTube, Telegram hamda mavzularimiz yuzasidan maxsus testlarimiz jamlangan fizika.ustoz.com veb sayti haqida. O'sha veb saytda bizlar har bir mavzuga testlarni joylashtirganmiz. U testlardan foydalanish uchun bizga Telegram orqali murojaat qilsangiz, kurslarimiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Demak, bugungi mavzuning qisqacha nazariy qismi bilan tanishamiz. Yuqoriga otilgan jism harakati, harakat bosqichlari, ko'tarilish, tushish. Demak, qaraymiz, qandaydir jismni yerdan turib boshlang'ich tezlik bilan, qandaydir v0 boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga otiladigan bo'lsa, u jism yuqoriga seklanuvchan harakat qiladi. Seklanuvchan harakatda, demak, tik seklanuvchan harakat qiladi. Asosiy formulalar quyidagicha bo'ladi: v teng v0 minus gt ixtiyoriy t vaqtdan keyingi tezligi. Masalan, mana shu yergacha t vaqt harakatlangan bo'lsa, shu t vaqt davomidagi tezligini v deydigan bo'lsak, o'sha ondagi tezligini topish uchun formuladan foydalanishimiz mumkin. Bu formula oldingi darsda o'rganganimiz v0 minus a ko'paytirilgan t, ya'ni tik seklanuvchan harakatda tezlik formulasidan kelib chiqqan. Faqat yuqoriga otilgan jism, ya'ni tik yuqoriga otilgan jismda a ni o'rniga j keladi, ya'ni erkin tushish, tezlanish keladi. Formulaning umumiy ko'rinishida. Endi jism eng yuqori nuqtaga chiqadigan bo'lsa, tezligi 0 bo'ladi. U holatda tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, 0 teng v ni o'rniga 0 qo'yapmiz. v0 minus j ko'paytirilgan t bo'ladi. Tenglama necha degan bo'lsak, v0 imiz j ko'paytirilgan t ga teng bo'lib qoladi. Shu yerdan t ni topadigan bo'lsak, ko'tarilish vaqti, ya'ni jismning yuqoriga chiqishi uchun ketadigan vaqt v0 taqsim j bo'ladi. Masalan, 50 tezlik bilan otilgan bo'lsa, 5 sekundda ko'tarilgan bo'ladi. Jism qancha vaqt ko'tarilgan bo'lsa, shuncha vaqt tushadi. Endi ixtiyoriy t vaqtdagi balandligini topish uchun esa h teng v0 t minus gt kvadrat taqsim 2 formuladan foydalanamiz. Xuddiki bu s teng v0 ko'paygan t minus a taqsim 2 t kvadrat formula orqali ifodalanadi. Eng yuqori nuqtaga chiqqanda jismning tezligi 0 bo'ladi. Jism tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, yo'lni 4-formulasiga ko'ra seklanuvchan harakatda v0 dan ayiramiz. v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2a edi formulamizni ko'rinishi. Eng yuqori nuqtada tezlik 0 bo'lgani uchun maksimal balandlikni topish uchun v0 ning kvadrati taqsim 2j deb ishlaymiz. Demak, eng yuqori nuqtaga ko'tarish balandligini topish. Endi uchish vaqti degan tushuncha bor. Uchish vaqtini qanday topamiz? Jismning uchish vaqti degani o'sha havodagi harakati tushuniladi. Ko'tarilish vaqtiga tushish vaqtini qo'shishimiz kerak. Qoida bo'yicha jism qancha vaqt ko'tarilsa, shuncha vaqt tushadi. Masalan, 50 tezlik bilan otganimizda 50 ta 10 ga bo'lsak 5 sekund ko'tariladi, 5 sekund tushadi. Yana bir qoidamiz: jism qanday tezlik bilan yuqoriga otilgan bo'lsa, shunday tezlik bilan yerga uriladi. Qachon? Havoni qarshiligi bo'lmaganda. Bu xulosadan kelib chiqadiki, t ko'tarilish t tushishga teng bo'lgani uchun uchish vaqti 2 v0 taqsim j ga teng bo'lib qoladi. Bu jismning havodagi qancha vaqt harakatlanganligini ko'rsatadigan formula. Asosiy formulalar shulardan iborat. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda demak, yuqoriga tik otilgan jismning harakati, yana formulalar bo'yicha qisqacha gaplashar ekanmiz. Birinchi formulamiz, demak, ixtiyoriy t vaqtdan keyin yuqoriga harakatlanganda uning balandligini topish formulasi, yoki tezliklar bo'yicha topish formulamiz v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2j bo'ladi. Demak, bu balandlik yo'l bo'lib kelyapti. Ikkinchisi tezlik formulasi v teng v0 minus gt bo'ladi. Agar jism eng yuqori nuqtaga chiqadigan bo'lsa, v ni qiymati 0 bo'ladi. V qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, v0 imiz gt ga teng bo'ladi. Jism eng yuqori nuqtaga chiqqanda masofani formulasi v0 kvadrat taqsim 2j bo'lib qoladi. Bu balandlik maksimal balandlik ham deb ataladi. Xo'sh, agar mana yerdan v ni topadigan bo'lsak, ixtiyoriy ondagi tezligi v formulasi v0 kvadrat minusdan ildizosi 2j bo'lyapti. Boya aytganimizdek, jism qancha vaqt ko'tarilsa, shuncha vaqt tushadi. Qoida bo'yicha ko'tarilish vaqtini formulasi v0 taqsim j ga teng. Tushish vaqti ham v0 taqsim j ga teng bo'ladi. Chunki ko'tarilish vaqti aytib o'tganimizdek tushish vaqtiga teng.
uchish vaqti ikkalasini yig'indi bo'lgani uchun ikkita v0 taqsim j bo'ladi. O'sha jismning ko'tarilgan maksimal balandligini esa h maksimal v0 kvadrat taqsim 2j formula orqali aniqlaymiz. Xo'sh, keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Navbatdagi qismda, demak, masalalarda keladigan holatlar bilan tanishamiz. Masalalarda quyidagi ko'rinishda kelishi mumkin. Birinchi holat mana aytyapti, havo shari, vertolyot yoki ko'tarish krani deb keladi. Demak, uchalasidan bitta holat bo'lishi mumkin. V tezlik bilan harakatlanayotgan vaqtda undan biron buyum tushib ketadi. O'sha tushib ketgan bo'lsa, uning tushish balandligini aniqlash. Masalan, havo shari pastga qarab harakatlanyapti, undan tushib ketgan jism, masalan, tosh tushib ketsa yoki qandaydir jism tushib ketadigan bo'lsa, xuddiki o'sha jism boshlang'ich tezlik bilan pastga otilganday bo'lib qoladi, chunki havo sharining inersiyasi hisobidan toshga ham tezlik beradi. Natijada o'sha jismning tushish balandligi h teng vt plus gt kvadrat taqsim 2 bo'lib qoladi. Agar havo shari yuqoriga qarab harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha toshga yuqoriga qarab inersiya beradi. Natijada uni tezligi v0imiz minusdan v ga teng bo'lib qoladidagin, uning ko'tarilish balandligi yoki tushish balandligi h teng minusdan vt plus gt kvadrat taqsim 2 formula orqali aniqlanadi. Agar havo sharini tezligi 0 bo'ladigan bo'lsa, jismga hech qanday boshlang'ich tezlik bermaydi. U holatda jism erkin tushadi. Erkin tushadigan bo'lsa, uning boshlang'ich tezligi 0 ga teng bo'ladi degan h gt kvadrat taqsim 2 formula orqali aniqlanadi. Bu masalalarda keladigan holatlar hisoblanadi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, juda ajoyib masala. Demak, eng ko'p uchraydigan masalalarda, o'sha testlarda, abituriyent testlarida, mini sertifikat testlarida keladigan asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Delta t vaqt oralig'i bilan bir xil ikkita jism otilyapti. Demak, birinchi mana v0 boshlang'ich tezlik bilan otildi. O'sha jism v0 boshlang'ich tezlik bilan otilgandan keyin bu jism, demak, ikkinchi jismga nisbatan delta t vaqt oldin harakatlangani uchun o'sha delta t ni yarmida yuqoriga ko'tariladi va yarmida qaytib tushayotgan vaqtida ikkinchi jism yuqoriga ko'tarilayotgan bo'ladi va ikkalasi bir nuqtada uchrashadi. Shu birinchi jism bilan ikkinchi jism uchrashgan vaqtida ularni balandliklari teng bo'ladi. Mana bu h balandlik teng bo'ladi hamda tezliklari teng bo'ladi. Mana bu birinchi jism uchun yozadigan bo'lsam, birinchi jism tezligi eng yuqori nuqtada 0 bo'ladi. Pastga tushayotgan vaqtida mana bu holatdagi tezligi yozaman, v1 deyman. v1 yoki v teng bo'ladi nimaga? J ko'paytirilgan delta t taqsim 2. Demak, o'sha delta t ni yarmida erkin tushgani uchun mana shu yerga kelgan vaqtda qandaydir v tezlikka erishadi. Endi ikkinchi jism uchun yozaman. Ikkinchi jism yuqoriga otilyapti. Demak, sekinlanuvchan harakat qiladi. V2 deyman. Demak, mana shu nuqtadagi tezligini V2 deydigan bo'lsak, V2 imiz yuqoriga otilgan jism sekinlanuvchan harakat qiladi. V0 minus J ko'paytirilgan T2 bo'ladi. Birinchi qoidamiz. O'sha jismlar uchrashgan vaqtida tezliklari teng bo'ladi, ya'ni V1 V2 ga teng bo'ladi. Ikkala tezlikni tenglaydigan bo'lsak, demak, ya'ni j ko'paytirilgan delta t taqsim 2 teng v0 minus j ko'paytirilgan t2 deb t2 vaqtni topadigan bo'lsak, bizda quyidagi formula hosil bo'ladi. t2 imiz v0 taqsim j minusdan delta t taqsim 2 bo'ladi. Endi birinchi jismning harakatlanish vaqtiga e'tibor qaratamiz. Birinchi jism t1 bo'ladigan bo'lsa, t1 da harakatlanish vaqti u delta t vaqt oldin chiqqan hamda mana bu yerda t2 vaqt ham harakatlanadi. Ikkinchi jism qancha harakatlansa shuncha harakatlanadi bu yerda. Demak, t2 ga qo'shib qo'yishim kerak delta t ni. Chunki t1 o'shandan ikkinchi jismdan delta t vaqt oldin chiqqan. t2 ni o'rniga mana bu formulani qo'yib soddalashtiradigan bo'lsak, t1 ni formulasi kelib chiqadi. t1 ni formulasi v0 taqsim j plus delta t taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Mana formulani berilganmiz. Birinchi jism otilganidan qancha vaqtdan keyin uchrashadi desa bu formula, ikkinchi jism otilganidan keyin qancha vaqtdan keyin uchrashadi desa o'rta minusligi bo'ladi. Bular asosiy formulalar hisoblanadi. Mana bu yerda isbot keltirilgan koordinata bo'yicha isbotlab o'tirmadim men. Shunchaki tezliklari bo'yicha yozib qo'ydim. Endi mana bu uchrashgan nuqtada balandliklari ham teng bo'ladi. Balandlikni qanday yozishimiz mumkin? H v0 tezlik bilan t2 vaqt harakatlandi minus j taqsim 2 t2 ning kvadrati bo'ladi. Demak, o'sha ko'tarilgan balandligi yoki h teng bo'ladi
v0 tezlik bilan otilyapti. v0 ning kvadrati minusdan o'sha nuqtada tezligi v kvadrat taqsim 2j ko'rinishida yozishimiz mumkin o'sha ko'tarilgan balandlikni topish uchun. Demak, o'sha jismning ko'tarilgan balandligini topish uchun shu formulalardan foydalanamiz. Xo'sh, endi yana bizga savol keladi. Uchrashgan nuqtasidagi tezligi. Birinchi jismning tezligi pastga qarab qaniydir v tezlik bilan bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi jismning tezligi yuqoriga qarab v bo'ladi. O'sha uchrashish nuqtasida, demak, tezliklarning qiymati teng bo'ladi. Orasidagi burchak 180 gradus bo'ladi. Masalalarda nisbiy tezligini toping deydi. Nisbiy tezligini topish uchun esa ikkalasi qarama-qarshi bo'lgani uchun qo'shamiz. 2v ga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan v ni o'zi e'tibor qaratayotgan bo'lsak, v1 da olishimiz mumkin. Mana v1imiz v ga teng bo'ladi o'sha nuqtada. Mana shu nuqtada v deb olsagan bo'ladi, v1 deb olsagan bo'ladi. Tezligini v1, bu nuqtadagi tezligini v yoki v2 deb olsagan bo'ladi. v1imiz shunda ya'ni v1imiz 2 ko'paygan j ko'paygan delta t taqsim delta t taqsim 2 bo'ladi formulani ko'rinishi. Delta t taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, ikkilar ketadigan. Demak, nisbiy tezligimiz v nisbiy tezlik. Agar delta t vaqt beriladigan bo'lsa, j ko'paytirilgan delta t vaqt ko'rinishida bo'lib qoladi. Bu demak masalalarda uchraydigan asosiy formulalardan biri hisoblanadi. Eslab qolishimiz kerak bo'lgan asosiy qoida mana bu uchrashgan nuqtada jismlarning tezliklari teng bo'ladi. Birinchi qoida, ya'ni o'sha jism, birinchi jism delta t vaqt oldin chiqqani uchun delta t vaqtning yarmida ko'tariladi va yarmida qaytib tushadi. O'sha qaytib tushayotgan vaqtda ikkinchi jism bilan uchrashadi. Bu formulani isbotlash uchun, ya'ni mana bu ikkita vaqtni T1 va T2 harakatlanish vaqtlarini topish uchun asosiy formulani keltirib chiqarish uchun asosiy qoida shu yerda bo'ladi. Eng oson usuli shu. Demak, mana bu koordinata tenglamasiga nisbatan. Bu yerda ikkinchi usul ham berilgan, ya'ni o'sha tezlik vaqtlarini keltirib chiqarishning ikkinchi usuli koordinata usulidan keltirib chiqarilgan. Biz tezliklarni tenglab keltirib chiqarib qo'ydik. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, keyingi qismda umumiy asosiy qoida tushunchalar berilyapti. Demak, yuqoridan tashlangan jism tezlanuvchan harakat qiladi. Mana v0 plus gt. Agar boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa, v teng gt bo'ladi. Yo'lda asosiy formulasi gt kvadrat taqsim 2 plus v0 t. Agar tinch holatdan tashlasa v0 0 bo'ladigan bo'lsa, formulaning ko'rinishi demak gt kvadrat taqsim 2 bo'ladi. O'rtacha tezligi dastlabki tezlik bilan keyingi tezlikni qo'shib 2 ga bo'lganimiz. Birinchi formulamiz o'zgarmaydi. H teng v o'rtacha ko'paygan t bo'ladi. V o'rtachani o'rniga mana buni olib kelib qo'yamiz. v0 plus v taqsim 2 ko'paygan t bo'ladi. Yo'lning ikkinchi formulasi hamda yo'lning mana bu yerda to'rtinchi formulasi kelyapti. V kvadrat minus v0 ning kvadrat taqsim 2j bo'ladi. Bu bizda yoki buni 3 deb olsak, bu bizda to'rtinchi formula bo'lib qoladi yo'l uchun. Bu tezlanuvchan harakatda demak o'sha balandlikni va tezlikni, ya'ni yuqoridan tashlangan jismning tezlanuvchan, o'sha yuqoridan tashlangan vertikal tik tashlangan jism tezlanuvchan harakat qiladigan bo'lsa, o'sha holatda balandligini, tezligini, o'rtacha tezligini topish uchun kerak bo'ladigan asosiy formulalar hisoblanadi. Endi ikkinchi qismga e'tibor qaratamiz. Ikkinchi qism yuqoriga otilgan jism harakati. Yuqoriga otilgan jism harakatida jism tekis seklanuvchan harakat qiladi. Tekis seklanuvchan harakat qilish sharti, demak, j ni qiymati o'zgarmaydi. Faqat tezligi kamayadi bir xilda. v0 minus gt bo'ladi. Balandligi uchun ham h teng v0 t minus gt kvadrat taqsim 2 bo'ladi. O'rtacha tezlik o'zgarmaydi. v0 plus v taqsim 2. Yo'lning birinchi formulasi ham o'zgarmaydi. H o'rtacha, h teng v o'rtacha ko'paygan t bo'ladi. Ikkinchi formula ham o'zgarmaydi. v0 plus v taqsim 2 ko'paygan t bo'ladi. Uchinchi formulada o'zgarish bo'ladi. Uchinchi formulamizda demak o'rta minusligi v0 t minus j kvadrat taqsim 2 bo'lsa, to'rtinchi formulada agar jism eng yuqori nuqtaga chiqqan bo'lsa, h teng v0 kvadrat taqsim 2j formula orqali aniqlanadi. Demak, bu qachon ishlatiladi? Masalan, bizdan so'raydi 4 sekundda yoki 2 sekundda degan jumlalar bo'lsa, o'sha jismning yo'lini, tezligini toping desa, shu formulalardan foydalanamiz. Agar 4 chiziqcha sekund, mana bunday 4-sekund, 1 chiziqcha sekund, 1-sekund deb yoziladigan bo'lsa, formulaning ko'rinishi o'zgaradi. Masalan, e'tibor qaratamiz, jism 4 sekundda umumiy balandlik shu yerdan tushgan bo'lsa, bizga uni 4-sekundda yurgan yo'li kerak. Uni qanday topamiz? Birinchi 4 sekund harakatlantiramiz, keyin 3 sekund harakatlantiramiz.
Demak, o'sha v0t plyus j kvadrat taqsim 2 formula bo'yicha, mana bu formula bo'yicha, mana bu yerda formula bo'yicha uning yo'lini balandligini hisoblab olamiz va ayiradigan bo'lsak, mana bu yerda 4-sekundda yurgan yo'li kelib chiqadi. Mana 4-sekundda yurgan yo'li kelib chiqadi. Mana bu formulaga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, agar v0 bo'lsa-da, agar v0 bo'lmasa, v0 o'rniga 0 qo'yib ketamiz. Endi o'sha n sekunddagi yo'l formulasi, n sekund formulasini oldingi darslarda ham qayerdan kelib chiqqanini tushuntirganman. Masalan, o'sha 1-sekundagi yo'lini ko'chishini toping desa, mana bu formulaga qo'yamiz. v0 plyus j taqsim 2 2n minus 1 bo'ladi. Agar v0 0 bo'ladigan bo'lsa, j taqsim 2 2n minus 1 formula orqali topamiz. Yuqoriga otilgan jismda esa v0 dan ayiramiz. v0 minus j taqsim 2 2n minus 1 formula orqali topiladi. Bu n sekundda o'sha jismning ko'chishini topish formulasi hisoblanadi. Keyingi qismga e'tibor qaratamiz. Demak, bizda bugunga bori shu ekan. Bu yuqoriga otilgan jism harakati bo'ldi. Bizni kuzatib borishda davom eting. Omad siz va bizni tark etmasin. Ko'rishguncha deb qolamiz. Demak, mavzuni yanada mustahkamroq o'rganish uchun esa albatta bularni konspekt qilib boramiz. Savollar, agar takliflar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.